Assalomu alaykum aziz obunachilar, qadrli Parvoz aka ukalar, sizni kuzatib turgan obunachilarimiz, hammaga assalomu alaykum. Aka ukalar, xo'razlarimiz. Ko'rsatmaganimiz uzoq qo'lini ko'rsatamiz bugun. Mana bardovoyimiz aka ukalar. Bunisi mana ko'ktorimiz. Mana aka ukalar, o'sha olachamiz mana. Hozir Qoratoy tashqarida yuribdi. Shunga bular qanaqadir mana. Mana bu ham bardovoydi sherigi mana. Shunday aka ukalar. Aka ukalar, bugun ma'lum bir sabablarga ko'ra Qo'rg'ontepa yakshanba bozorga chiqa olmadik. Oldindan uzr so'rab qolaman aka ukalar. Video qo'ymay qo'yapmiz oralarda. Uzilishlar bo'lib qolyapti aka ukalar. Xudo yaxshi videolar qo'yishga harakat qilaman endi yana. Aka ukalar, obunani bosib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa 1000 ta bo'lib qolyapmiz. 1000 taga yaqinlashib qolyapmiz. 1000 tadan keyin bundan ham dahshat videolar qo'yishga harakat qilaman aka ukalar. Sizlardan faqat poddishi kutib qolaman aka ukalar. Videomizga like bosib, obuna bo'lib qo'yib, kommentariyalarda o'z fikringizni qoldira olasizlar aka ukalar.